Abdulla Oripov, O'zbekiston xalq shoiri, davlat va jamoat arbobi. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi matni muallifi hisoblanadi. U 1941-yil 21-mart kuni Qashqadaryo viloyati Koson tumani Nekus qishlog'ida tug'ilgan. 2026-yilda Abdulla Oripov tavalludining 85 yilligi keng nishonlanmoqda. U o'zbek adabiyoti va milliy ma'naviyat rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk shoirlardan biri sifatida qadrlanadi. Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini 1963-yilda tamomlagan. İlk she'rlar to'plami Mitti yulduz 1965-yilda nashr etilgan. Men nechun sevaman O'zbekistonni, onajon, ruhim, haj daftari, munojot kabi mashhur asarlari ham xalq orasida keng tarqalgan. U Dante Alighierining Ilohiy komediya asarini o'zbek tiliga tarjima qilgan mashhur tarjimon ham bo'lgan. 1990-yil O'zbekiston xalq shoiri, 1998-yil O'zbekiston qahramoni unvoni olishga sazovor bo'lgan. Abdulla Oripov she'riyatida vatan, millat, inson qadri, muhabbat va erkinlik mavzulari chuqur yoritilgan. Uning ijodi o'zbek adabiyotiga yangi ruh va uslub olib kirgan desak mubolag'a bo'lmaydi.